O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan avtomobilsozlik sanoatiga qaratilayotgan e'tibor hamda sohani rivojlantirishga doir ilgari surilayotgan tashabbuslar natijasida ishlab chiqarish, eksport, mahalliylashtirish darajasini oshirish va investitsiya loyihalarini kengaytirish yo'nalishlari avtomobil sanoatining ustuvor rivojlanish omillariga aylandi. O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati tarkibiy korxonalari tomonidan 2025-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 72,2 trillion so'mni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan o'sish sur'ati 105,1% ni tashkil etdi. Respublika bo'yicha jami 457,9 ming dona yengil avtomobil va 3,7 ming dona avtomobil to'plamlari ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 106,7% ni tashkil etdi. Jumladan, UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatida 393,2 ming dona, BYD Uzbekistan Factory mahsuloti cheklangan jamiyatda 20,2 ming dona, ADM Jizzax, MChJ va boshqalarda 48,1 ming dona. Xorijiy davlatlarga 622,1 million dollar miqdorida eksport amalga oshirildi. Mahsulotlar kesimida 457,8 million dollarlik yengil avtomobillar hamda 164,3 million dollarlik avtobuslar, yuk avtomobillari, ehtiyot qismlar, qishloq xo'jaligi texnikalari va boshqa mahsulotlar eksport qilindi. 2025-yilda 21 ta investitsiya loyihasi doirasida 91,2 million dollar miqdorida investitsiyalar o'zlashtirildi. Shundan 63,1 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobiga. Hisobot davrida 3 ta loyiha ishga tushirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati 3-presslash sexi ishga tushirildi. Mazkur loyiha orqali yiliga qo'shimcha 140 ming dona avtomobil ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Bu esa hozirda yiliga 410 ming dona avtomobil ishlab chiqarilayotgan korxona salohiyatini 550turdagi mahsulotlar ishlab chiqarildi. Tannarx 2,5 trillion so'mga kamaytirildi va jami 1352 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 2025-yil yakuni bilan rentabellik darajasi 6,8% ni tashkil etdi. Toshkent shahrida SAP Business Unleashed Innovation Day tadbiri doirasida UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati davlat sektorida ishga tushirilgan eng yirik SAP loyihasi nominatsiyasida taqdirlandi. SAP tizimi orqali UzAuto Motors AG biznes jarayonlarini zamonaviy SAP ERP platformasiga integratsiya qildi hamda boshqaruv, ishlab chiqarish, logistika, xarid, kadrlar va mijozlar bilan ishlash jarayonlarini yuqori darajada raqamlashtirishga erishildi. Kompaniya real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish, resurslardan samarali foydalanish va boshqa bir qancha imkoniyatlarga ega bo'ldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan e'lon qilingan 2024-yilgi ochiqlik indeksi
maqsadida UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamkorligida maktab o'quvchilarining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy ahamiyatga ega bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizning bir qator umumta'lim maktablari atrofida zamonaviy yo'l xavfsizligi infratuzilmasini joriy etish va bolalar harakati uchun xavfsiz muhit yaratish maqsadida homiylik asosida keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari bajarilmoqda. Mazkur tashabbus doirasida maktablar atrofidagi yo'l uchastkalarini tartibga keltirish, yo'llarni tekislash, piyodalar yo'laklarini yaxshilash, hududlarni obodonlashtirish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu esa nafaqat yo'l transport hodisalarining oldini olish, balki o'quvchilarning maktabga qatnovi davomida xavfsizligini tizimli ravishda ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati hamda BYD Uzbekistan Factory mahsuloti cheklangan jamiyati homiyligida Jizzax viloyatining chekka va olis hududlarida aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, bandligini ta'minlash, hududlar infratuzilmasini yaxshilash hamda fuqarolarning turmush sharoitini yuksaltirishga qaratilgan keng ko'lamli ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida yangi ish o'rinlari yaratish, kasb-hunar ko'nikmalarini rivojlantirish, xotin-qizlar va yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati uchun yana bir tarixiy sanalardan biri 2025-yilda Asaka zavodidan 5 millioninchi avtomobil ishlab chiqarilgani bo'ldi. Bu raqam ostida konveyerdan Chevrolet Onix avtomobili chiqdi. Ma'lumot uchun 2022-yilda 4 millioninchi avtomobil sifatida Chevrolet Tracker ishlab chiqarilgan edi. BYD Uzbekistan Factory mas'uliyati cheklangan jamiyati zavodida o'zbek tilida ovozli boshqaruvga ega Song Plus Uz Pride gibrid krossoverining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu O'zbekistondagi mahalliylashtirilgan birinchi gibrid modeli hisoblanadi. O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati birinchilardan bo'lib matbuot xizmatida sun'iy intellekt yordamida yaratilgan virtual assistentlar faoliyatini ishga tushirdi. Javlonbek va Malika assistentlari milliy va jahon avtomobilsozlik faoliyatiga oid yangiliklar, e'lonlar va foydali ma'lumotlarni muntazam ziyod talabalar ishtirok etdi. O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati faoliyatiga doir yangiliklarni rasmiy sahifalarimizda kuzatib boring.